Voy. Ha, bolajonim, ko'zlaring og'rib ketdimi? Ishqalayapsan? Shunaqa shekil buvijon. Ha, bolajonim, bilasanmi? Bu telefonlar Bo'lmagan. albatta. Biz bo'sh vaqtlarimizda Nimalar qilgansizlar? oyimizga ovqatda qarashardik. Hovlilarni qo'limizdan kelgancha supurib, chiroyli qilib tozalab qo'yardik. Ko'chaga chiqib bolalar bilan sakrashmachoq o'ynardik. Kunning bir qismini ajratib kitob o'qir edik. Vaqtimizning ko'pi unumli o'tar edi. Ha, shundaymi buvijon? Men ham endi telefonni ko'p ko'rmaslikka va'da beraman. Endi borib o'rtoqlarim bilan o'ynayman. Buvijon telefoningizni. Barakalla, o'zimni O'zimni qizaloq. buvijonim. Ehtiyot bo'l.